电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundoqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklak sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasetçi Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundoqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik artist Xalqyar Naqşçı İpek Gölü sadası programmasının baş yetakçı ustazı Abdullah Abdurim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom Təşviqat Bölümü sabiq muavin kuzatuvchisi Şinjanxua efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik kompozitor, ataqlıq naqşçı Şinjan Moda Musiqi Cəmiyyətinin muavin başlığı, mədəniyyət kəsbidagi boshlamchi ixtisos egisi mutaxassis Ablat Abdukim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Batur efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jilil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yaş naqşçı köy elçisi Hazreti Ali Muhammed Dursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Talaş tartışlarını anlap ketmey, baş kaydırışlar kayıp ketmey. Keyingi geplerimiz grubu kırganda aldırmaydı inşallah. Taşıyordu okuvatkan vaxtlarımızda bu naqşını anlap, oy yey, şu yataklı kızlar diye jığlap gitettik. Bırak vaxtlarımızla şunu da eslep kettim. Bu talaşlarını üzünüz bir yaxşı oylusunuz. Aşan taraflara oylusu depse. Bunu ahire oylusunuz dep. Kulağını mında. Bu kıtaya digendeki. Qayda qilamiz ustoz endi? Muş işini mi? Buni işi mi asa? Aptığını jığlamayotgansizlar. Birlikte ügünüp to'liqlab ketaylik o taraflar. Shunday qilaylik amsa. Tutuşdingmi? Aptığını mayam qarab qo'yam. Kim bular derga yalg'on qilib. Hoşkam bize o'ylab birsin deydi. Men o'zim shaxsan kasbga bir kirishim bir turtki bo'lgan ustozim bor endi ko'nglimda. Balkim ustozningki esida qolmaganligimiz bo'lishi mumkin. Uzun yillar o'tgan bo'lgan ekan. Shuning uchun meningki tanlashim Hazreti Ali ustoz. Rahmat. Güzel bir arzu bilan besilgan qadam qalbiga tutashdi. Muborak bo'lsin. Bugungi tanlışınız ətki zor qalbingizga sababchi bo'lg'usi. Xush ovozda saynasi, İpek Gölü sadası.
Tapdığını eynimim bu naqshini bek yaxshi tanlab deb o'yladim men. O'zimni bek hayajonlandim. Hammamiz tangli o'rildik. Naqshini o'zininkilam qilib olgan shu haqiqiy o'zininki ta'mi bilan bek yaxshi aytib berdi. Esiyat jihatim bo'lsin, o'zini to'liq ifodalash jihatim bo'lsin, hamma jihatdan biz hammalar shunda qoyil qildi. Bu inimning mening guruhim kelgan nihoyat qizg'in qarshi olaman. Men keyingi bosqich cho'qim mushu inimg'imi o'zimning butun kuchimni chiqarib, texmi yaxshi bo'lgan naqshlarni tanlab, keyingi bosqichda hammalarga o'zgacha naqshlarimiz bilan yana xizmatlarni qilamiz. Sifat ve ünüm cəhətdə həmini qayil həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşunda büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Guruhi mayırlarga omad tilaydi. Yaxshi tutdingizmi? Yaxshi. Uzun bo'lib ko'rishmagili. Nimda chiroyli qilib nurlanib ketdingiz? Shu yaqiningizda Altın Göhər markasidagi Ay Göhər girim bo'yim yurishliklar ishlatmışdaq. Unum yaxshi bo'lyapti. Sizmi ilib maqdingizmi nima? Ha, men Altın Göhərning erlay yurishligini ilib ishiltib sinab baqay deb bilib maqdim. Ha, bo'pti. Yaxshimisiz ko'pchilik, men Abdulla Mamtiman. Atışdan geldim. Özümden kichkimdan muştaq bir sahnada özümden talantini joriy qildirish maqsadida mush arzuyimga yetish uchun mush sahnaga keldim. Odatda xalq maqsadi ommabop naqshlarni asosli qilib aytaman. Menga nisbatan mush programma qatnashish orqali o'zimga yangicha bo'lgan bir chiqish yo'lini topa olayman deb o'ylayman. Ipak yo'l sadosiga qatnashish men uchun kasbiy hayotimdagi bir burilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Seni deymu seni deymu seni kümey ülemen seni deymu seni deymu ya seni kümey ülemen seni kümey ülep kessem muradımga yetemen seni kümey ülüp kessem muradımga yetemen ay deymu seni gülüm deymu seni badi deydu yandi deydu meylim özemni 80 qamcha urgan bilan yayrim
özemni Yollayamam, yollayamam Yolunu bilmesen Men yarını sevinganni Yatla bilmesen Yollayamam, yollayamam Yolunu bilmesen Men yarını sevinganni Yatla bilmesen Qadrli do'stlar, suhbat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan Oltin Go'har, Oy Go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay Go'har guruhi programmamizning tajdorligini oldi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga singib kirgan tetitqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Xinjiang Chuchjamati bilyard klubi cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sifat va fason jihatda xanım qizlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetitqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bizning davshimman qa. Hoca Abdullah. Yaxshimizlar, hurmatli ustozlar. Mening ismim Abdullah, Mamtimin, o'zim Atish Aqturdim. Bunda ish bo'ldi hozir Komiljon bilan Hazrat Ali ikki muallim mushu Abdullahning naqshisini yaxshi ko'rib, o'rindiq aylandi-da. Udunni tushibmizmi? Yaxshi aytdi bu inimizimda. Yaxshi. Uzun bo'lib kelgan naqshni anglamag'ila, bak yaxshi aytib berdingiz. Yaxshi aytgan naqsha bu, o'zining hisobida aytibdi buni. Mushinchilik ijro qilishning o'zi katta ishmovi Atish Abdullah. Qolgan gapni biz yana davomli o'rganish jarayonida ma'lumlar deyishib olamiz. Komiljon, Hazrat Ali ikki ma'lumdan birini tanlab olgan yigit. Mening tanlashim Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda.
Altın Göher kollagenlik aksil yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksilden işlengen bulup, asanla yüz terisiga sınıp teriga su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozuqliq bilan ta'minlab, terini tegidan süzük, yumran qilib, dog' tushishining oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksil, Altın Göher kollagenlik aksil yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aksil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aksil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aksil peptidi. Aku o'xshagan bir tamoq o'zi yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurish sirini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 35'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen balıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Bugungi faoliyatda nima kiysan bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi saklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Delkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Delkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Delkar kiyimlari. Rayonimiz tavasida yemek-içmek saatidagi boshlang'ich korxona Xinjiang Erdambog' yemek-içmek pay cheklik shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Kamil ustoz. Ma'qul. Muborak bo'lsin. Tirishchiliginiz bilan san'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lsin. Abdullah Mantı'nın kelsek, Abdullah Mantı'nın bilen çıkmış sonra uçuruşup tuğa yerimiz var. Örümçide üzerine bir ansamblı varken, toy toykılı nakşiyatını anladım. Böyle halk nakşilerine, böyle ambat nakşilerine avazına ait kilidiyken. Bu seni de emudek, nadir boğan bir nakşid elip kepti. Yaxşı etti. Men ta'sirini geldiği için öğrüldüm. Bundan keyin yana yaxşı nakşilarını beriman. Operatsiya qara adashma cho'ng ustamniki tetiklarni setib kirgantimdigina buningki turlari intayin jiqkan. Samar sho'rib tetikqisi, quruq qozon qo'rim tetikqisi, yana shunaqlarmi shu Italiya chip tetikqisi turlari intayin ko'pkan. Kechdi bir payzi qilib yemamdi. Voy pulda adash bunun turlari hali jiqkan puludu. Onda o'g'achasini qo'lan xaltatliq kechdi bir payzi qilib, qo'rdoqdan birini qo'rsam payzi qilib yeymizmi da. Bu chataq yuqishira ketdi. İmzor kiyimlari Mayirlarga omad tilaydi. Gül siyaqın.
Yaxşımısınızlar dostlar, ben İlham Carosul, Kore'den geldim. Özümni sınap bakış maqsadida İpek yo'lga keldim. Men odatda ommabop uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Meniki shu İpek yo'l sadosida qatnashishimga urug' tuqqanlarim, mening atrofimdagi do'st birodarlarim, kasbdoshlarim, yaqindan qo'llab shunchalik madadlarni berdi. Shu ekran munosabati bilan shu qarindoshlarimga, shu yaqinlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Siyaqın eyledin meftun meni, o pırakın yürkümni köydürür. O şidin hem bağdaki reyhan kebi, aldı barımni özünge köndürür. O şidin hem bağdaki reyhan kebi, aldı barını özünge köndürür. Bu işq azabıdın sersanı men, seni körgenden beri gamxanı men. Sendin vapa kütken giri avar men. Kel gülüm hemkin dilini küldürür. Koydum beni bu aşkın derdige, okşamay kaldım özümden aslige. Koydum beni bu aşkın derdige, okşamay kaldım özümden aslige. Başlığın yarımdı süygüm veslige, veslige. Yürüme hicran çölünü kezdürür. Başlığın yarımdı süygüm veslige, veslige. Yürüme hicran çölünü kezdürür. Bu işq azabıdın sersanı men, seni körgenden beri gamxanı men. Sendin vapa kütken giri avar men. Kel gülüm gamkin dilimni küldürür. Kel gülüm gamkin dilimni küldürür.
bek o'tirib ketgan, nimalarni xayol qilyapsiz? O'tirib o'ylab qoldim adash. Hamma narsaning zamonga yarasha modasi bo'ldiki, kiyim-kechakning modasi bo'ldiki, biz anglaydigan naqshlarning modasi bo'ldiki. Albatta modasi bo'ldi adash. Bu ishlarni o'ylab nima ish qilasan endi? Shu havo yillashqi boshildi adash. Bu yil shu ichimliklardan qaysi ichimlik modeller deb o'ylab qoldim. Albatta adash, Abdulla Abdurim ustozimiz obraz vakili bo'lgan Erdambog' jam ichimliklar bo'ldi adash. Qaysi ichimlik bu? Qutaqdi. Mana bu Erdambog' jam asal suyi. Ketib boqamsan? Adash nimani ta'mi yaxshi buni? Mush bir qutulma? İşte deylanı bilib, adash men sana bir yaşga g'ash ekandim sana beray, ya. Bunda yaxshi. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shush jamoati bilyard klubi chekilish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qaror programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Bro'yi chekilish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Chong Ustam yemeklik chekilish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Erdambog' yemek-içmek pay chekilish shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Shush jamoati bilyard klubi chekilish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Undan boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. Dajaxov Xo'jayli Xamur Usuli Lazkurla. Salom azizlar, barcha ustozlar. Ismim Ilhamjon Rasul. Ko'rlidan keldim. İlhamjon, rahmat, yaxshi chiroyli naqshlarga. Umdan urullab badinglar. Yaxshi bir ustoz o'rindiq aylandi deya. Senatchi maktab bo'ldimi ya? Men shu arzu qilib kelgan ustoz o'rildi hamda. Boshqa ustozlar o'rilgan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi-da. Manda qilaylik buni hamda. Men bak huzurlandim. Chunki aloqa naqsha bu muzika san'at degan bak san'at deganning o'zi bir shopping deb qo'yamiz-ku, nurg'un narsalarni bu san'at darajasi ko'tarilgan chaqda bo'lib, shunday qilib shuni ifodalash uchun shopping san'at asri deb shunday deb ketishlarimiz dal mana shu sizning ovozingizgidek bundan noziklikda. Kuchab, vaqirab aytadigan uslublarimiz bo'ldi, shunday ehtiyojlarimiz bo'ldi, cho'qim shunday aytishmi bo'ladi. Lekin bunday naytdi bir intan nozik, bunday inchki ishki hissiyat bilan Mandaq icra qilishim oson emas. Shunchalik huzurlandim, shunchalik munglandim. Men ishonamanki, o'rilmay qolgan shu 4 qolgan ustozlarni hayron qoldig'idek bir alayda tarafingizda biz ikkinchi bosqichda cho'qim namoyon qilamiz. Men shunga ishonchim bor. Sizda shu xarakter, shu alayidlik, shu talantingizni men bayqadim. Menga naytibek huzur berdingiz bu naxsha orqali. Shuning uchun o'rildim. Qanday qilamiz hamsa? Qiblat oblekim ustozni tanlay. Bo'ldi. Asli boshqa tanlashingiz bormi-da? O'lmay qoldimi boshqa tanlashingiz? Yani shu arzu qilgan ustozlarning hammasi qaysi o'rilsin, mayli qaysini tanlay, ammo shu o'zimning kasbida joriy qildirish uchun bu keldim. Mayli qaysi ustoz men uchun o'rindiq aylantirsa, men shu tuvanchilik bilan shu ustozning oldiga berishga men tayyor. Bo'libmi bugun o'rindiq aylantirgan ma'lum qanday? Men arzu qilgan ma'lum. Zo'rlab yo'q, bishirlam dedi. Onda zo'rlab degizmayli. Hozircha ablatga manda bir ish bo'ldi ekan. Masalan, qandaroq bolalarim bor qo'limda bir tanishigidekmi degicha ba'zi fursatlar ustozlardan mushta ketib qolgan ish bo'ldi. Endi bugun mush inim meningcha
Ablatkamning qo'l o'tishkini men jumladan men nayt to'g'ri ko'rdim. Yaxshi bo'ldi. Bunun abay degan gapni to'g'ri aytdi. Ras 5 ma'lum aylanız qaysi bo's buluyor bunun için. Lekin o'ylag'ini sen. Ma o o'zining uslubidami? Shunday bir ish bor. Endi men bayqaganim shunda ovozning teki nayt inchik nuqtalarga diqqat qilsak, Ablatkamning burun aytgan naqshlarining uslubining yedini simasini ko'rsatib turib aytib Abdullah akamning alayligim bek ko'p. Bu bek shundoq inchki nozik hissiyatlarni naq maydonda mandaq ijro qilish bek asos emas. Mana bu hissiyat bek yaxshi. Jiddiylik bu egallab olgan holatda menda o'rinlar asan emas. Intayin yaxshi bo'ldi bugungi natija. Rahmat. Endi men kichigimdan shu Abdullah ustoz boshliq shu bir jamoat ustozlarniki naqshlarini anglab shu naqsh sohasiga qiziqqan, shu kasbga kirgan. Shuning uchun meniki naqsh aytish xarakterim bo'lsin, xoslik jihatlardan bo'lsin, shu Abdullah ustoz, Ablat Ablaykim ustoz, ya'ni Mo'minjon Ablaykim ustoz, shu ustozlarniki san'at yo'liga ergishib, shu naqsh yo'liga kirgashga hamda kesib etsam, meniki orzu qilgan ustoz men uchun o'rinliq aylantirdi. Shunchalik xush bo'ldim. To'g'ri keldi bu ish. Yaxshi o'rlanmay qoldik. Sizning naqshlaringizni yaxshi ko'rib anglaymiz shaxsan men. Ovozingizni bilar edim. Tashimmat akam degandek, balki bechkuningiz olgan bolalarga selishtirib, qanday qilish to'g'riliq bir tangpongsizlik bo'lib qolmasin deb biz bir qiyinchilik bo'lib qoldi. Lekin naqshsigo deyim bu o'zingiz aytgan bir shundaqmi? Bu Abduxalil Abdukarim tekstiga Ablaykim Ablat Ahan bilan Keremjon Muhammad Ali harakatlaştırgan. O'zim aytgan naqshi. O'zingizning naqshi bu shundaymi? Naqshni bek chiroyli aytganligingizni biz bilamiz, lekin rahmat. Shu ma'lum sabablar bilan bo'lib qoldi. To'g'ri tushunasiz. Sandoshqaga vaqt chiqib qoptim men. Vaqtashda yetdimi sana yana azroq birga? Bu yetarli bo'ldi. Anda olsun. Faqat tirishchilik ko'rsatsak-la, hayotning bizga bergan fursatlari intayin bo'ladi. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Bu adaş bugün ben kilişke var küsen var. Ya adaş bugün toy qiqas var deb imzadan kostyum setib olgandim deydi. Ya sen imzani sağamım. Men imzani sağıp kelmen jilet kılır var ki adaş içinde. Pezke. Toy qilmangan. Ha, toy qiqas berib kelmen bu. Birlik. Rayonimizda güzellikni söygüçi hanım kızlarının oldun tanlışı bulup kelayotgan, sübət ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri mahirlarga omad tilaydi. İlham Rusul bu mahirimiz Gülsiyaqning temisidagi naqshini olib kelgan. Endi mening bu o'quvchiga nisbatan naqshini anglagandan keyin o'zimning bir o'ylagan maqsadlarim o'ylarimga to'g'ri kelib qoldi. Ovoz, ijro va boshqa taraflardan. Balkim boshqa ustozlarga boshqacha ta'sir bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo menga nisbatan bu mahirniki ma'lum bir tarafdagi ortiqchiliklarni tunib his qilib yetgan bo'lg'achqa men o'rildim. Bu mahirimizniki bundan keyin bizning guruhimizda ikkinchi bosqichdagi tayyorliklarimizda o'zining taxim yaxshi bir taraflarini namoyon qilib ketishiga chin qalbimdan tilakdoshman. Saraydan çıktı yarım, ok libasqa uğurlup. Saraydan çıktı yarım, ok libasqa uğurlup. Arkasıdan men çıkar men, halçılık tek tulgunup, tulgunup, tulgunup. Bana meyli var mıkin yani? Bana meyli var mıkin yani? Sen benim yarım dep, gözler xumarım dep. Sen
cananımda. Sarayının bağıdı bir gül, gülümüzü yarım şu gül. Sarayının bağıdı bir gül, gülümüzü yarım şu gül. Gül yüzünge xaridar men, aşığın men, bir kara men, biganem men, divanem men. Bana meylin var mikin yarım? Bana meylin var mikin yarım? Sen benim yarım dep, küzler kumarım dep. Sen benim güzel yarım, kelgin cananım dep. Kürüşke, kaçan çıka dep gül üzüşke. İntizar men bir kürüşke, kaçan çıka dep gül üzüşke. Gül yüzünge xaridar men, aşığın men, bir kara men, biganem men, divanem men. Bana meylin var mikin yarım? Bana meylin var mikin yarım? Küzler kumarım dep. Sen benim güzel yarım, kelgin cananım dep. Sen benim yarım dep, küzler kumarım dep. Sen benim güzel yarım, kelgin cananım dep. Sen benim güzel yarım, kelgin cananım dep. Yaxshimisiz. Meni mush sanda yetishtirib o'stirgan hurmatli ustozim Abdulla Abdurim ustoz. Rahmat. Yana har qaysi muhtaram ustozlarimiz Kamini Yusufjon Mijitdin hammanglarga seg'inib turib hurmatli salomlar bo'lsin. Voy Yusufjon, hozir sening gibi. Kimning gapini shu keldi degan shu kajmo. Mushu Şu sağ jo da degan. Rahmat. Bugun kelishingmi? Bugun kelishim ustoz. Manga o'rilib qo'yamiki deb keldim-ku. Sa o'rilib bo'lgan biz o'rikliklar. O'rilib bo'lgan yerimiz shu. Bugungi naqshangni aytib chiroyli, go'zal naqsh oldu. chiroyli. Bak yaradi bizga. Ustoz, rahmat. Garchi musobaqa ekanmigan bo'lsam-mi endi bu naqshni so'rab ketdi. Tekstirmi chiroyli ekan. Tekstni kim yozib berdi? Teksti mening yaqin kasbdosh birodarim Mehmetjon Mijitning, muzikasi shu Mehmetjon Mijitning. O yomon jinob Mehmetjon Mijit yaqindan beri. Mush fursat shu. Har qaysinglar javob etib ketdi deb shu ustozim Abdulla Abdurim ustoz boshchiligida barcha muhtaram ustozlardan hol so'rab keldim. Rahmat. Sen orqaliqcha biz Uchturpandagi butun urug' tuqqanlarga, har millat xalqiga salom ayta olamiz. Sen shu salomlarimizni yetkazib qo'ygan. Biz faxrlanyapmiz. Uchturpandan Yusufjon, Sami qatorliq yosh bolalardan boshlab o'rnak kelib yaxshi naqshchi bolalar chiqyapti, o'rganyapti, musobaqa to'xtamay qatnashyapti. Qatnashganlarning hammasi xeli omdan baho ilyapti debchi. Shu tunji qara tunji qatim mushsanaga chiqib mana hozir qadar Yipak Sadasi programmasi bilan zich bog'lanib Yipak Sadasi programmasidan ayrilmay
hem Yipek Yolu Sadası programması meni taş etmey hazırgıçı mana ulashab kelyapmiz. Hazırgıçı mana 6 qara davomlashibdi. Hemen ait hoş olun. Bizga mush fursatni yaratib bergan Bug'ra madaniyat taqtish shekli shirkati hamda mushu Bug'ra madaniyat taqtish shekli shirkatini qurgan bizning ustozimiz Muxtar Bug'ra efendimga ko'p minnatdorligimni hamda rahmatimni bildiraman. Rahmat. Meni mushu sanamda yetishtirgan, o'stirgan, tarbiyalagan ustozim Abdullah Abdurim ustozga yana davomli ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat ustoz. Salom rahmat. Yaxshi odam bo'lding emasmi? Naqshimi aytdingiz qaraqam. Naqshinimi o'zingni kasb qilgandan hamini aytgandan cho'qim haq yarg'idak aytishing kerak. Bizning eng bak kutadiganimiz tunji qarordan boshlab biz shogird tarbiyalayapmiz, ham bir odamlarni tarbiyalayapmiz. Uning odamiyligi birinchi o'rinda turdi. Agar uningda qancha zo'r qobiliyat bo'lishidan qat'i nazar biz jamiyatga chiqargandan keyin xalq e'tirof qilmasa, uning yaxshi bahosiga erishamasa, u seningla emas, bizning yuzimizga yaxshi emas. Bizningla emas, mush o'tgan barliq ustozning mush programma gruppasining hatto naydi yaxshi bo'lmaydigan narsa shu. Biz boshdan tortib o'qituvchilarimizga chaqchaq qilma dedik, rost dedik. Eng muhimi bir yaxshi fazilat egisi bo'lish kerak, qaysi kasbda bo'lsa. Men mush bo'ldim da xush. Endi cho'ng ish qilib berib biz uchun osmonni yana osmon qilib beryapmisan. Kasbida hamda hammamizga yaraydigan naqsh aytalaydigan bo'lar. Eng muhimi menga bak yaraydigan yeri oli cho'ng emas, kamitar, bak davrangchi emas. Mushu taraflari menga yaraydi. Xizmatni qilib tutsak el ko'z bo'ldi-chu. Ashu yerlaring bak yaraydi, davomli ashla tirish qaysa. Rahmat ustoz, rahmat. En ağır deydiğim şu 6. qara Yipek Yolu Sadası programmasına qatnashayotgan barcha bizning kasbdosh inlarimizga omad qutuqlarni tilayman. Barcha mayirlarning mush sanda texma yo'ruq yulduz bo'lib chaqnashini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. O'xshagan bir tamoq o'zi yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetitqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmi ekan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima qilaman? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. 20 yıllık tarixi ega Mijit Avtomobil Mulozimat Merkezi sifat mulozimat texnikini bosh nishon qilgan bo'lib, avtomobil tok yo'li, avtomobil remontchiligi va avtomobil asrash birgavlashgan universal mulozimat markazi. Yangi texnika va uskunalar atrofliq va samimiy mulozimati bilan avtomobilingizdagi har xil masalalarni hal qiladi. Eng yangi texnika, samimiy mulozimat Mijit Avtomobil Mulozimat Merkezida. Adresi Davan Shimol yo'li 593-nomer. Telefon 138 998 138 74. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin.
hayatımızga göher sağlamlık mahsulotları hemrah bolsun. Göher. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüş çallıqı yuqori kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp teriga su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqori götürüp, qoruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozuqliq bilan ta'minlab, terini tegidan süzük, yumron qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşligi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aksıl bilan munosabatlik. Göher bonyavsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishqa kishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher bonyavsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidi. Qiziqishning oldida harg'inlik hech gap emas. Lekin yengillik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yanala katran yobini. Ishonmasangiz, yapaqalardan so'rang. Chunki uning lazzatini yapaqalar biladi. Katran yobini. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Sifat ve ünüm cəhətdə həmini qayil həm mayil qılğan altın göher, ay göher teri asraş məhsulotları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göher Guruhi mayırlarga omad tilaydi. Vay aka, gitar çalıp charchimidingmi? Biray görüp oynab kelmamdoq. Buludu, nega basak bular? 3 jamoat bilyard klubi görüp oynab kelmamdoq. Buludu, ketdik. Jura. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkarbilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ngustam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bilmabdiman qadrini. Yaxshimsizlar ko'pchilik. Men Nurayli Azizdan hammalarga salom. 6-qarar İpek Yolu sadasiga ustozlarningki ta'lim tarbiyasini ağaç kasbda taqdim olga ilgirlash maqsadida keldim. Men İpek Yol sadasiningki 1-qaroriga qatnashgan bu qitim İpek Yol sadasiningki 6-qaroriga yana yaxshi natijalarni elish uchun keldim. Men odatda xalq naqshini aytishni yaxshi ko'rmayman, yoqtirmayman o'zim. 6-qaror İpek Yolu sadasida tunji qitim aytmoqchi bo'lgan naqshamni menga hamdamda bo'lib yordam qilgan atushdiki Abduni akam ota-onamga rahmat aytaman. Men bundan keyingi hamma san'at hayotimda taqdimmi yaxshi naqshchi ham yaxshi san'atkor bo'lish orzuyim bor. Sen mi aytqin dardimni men mi aytay, dardimni men mi aytay dadimni. Bir malda cho'ng bo'lib bilmabdiman, qadringni bilmabdiman, qadringni. Bir malda
Çoğ bolup bilmeptimen Kadrini bilmeptimen Kadrini Oylandı ki Üçmenni ilmekte İlip yeymen ilmekte İlip yeymen Kümlümge azap vermen Üzenmişler Tipip yeymen Üzenmişler Tipip yeymen Kümlümge azap vermen Üzenmişler Tipip yeymen Üzenmişler Tipip yeymen Ravvabini al yarim Birip çılladın Çal yarim Birip çılladı Çal yarim Ravvabini al yarim Birip çılladın Çal yarim Birip çılladı Çal Şkotum yaman iken Mini arkınga Sal yarim Mini arkınga Sal yarim Şkotum yaman iken Mini arkınga Sal yarim Mini arkınga Sal yarim Mini arkınga sal yarim Rayonimiz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlanmış karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəklik şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Qadrli dostlar, sübət və ünüm cəhətdə həmməylərinin qail həm mayıl qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxana və inaq ailələrə sığıb kirgan tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqori sübətə kapalatlı qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayda qo'lladı. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Şinjan Chuch Jamiyati bilyard klubi çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü xanım qızlarının aldın tanlışı bulup geliyotgan, sübət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Adaş, tüymedim artık ya? Vay ya adaş bu VCR'lar tüymemiş de konsak mı içip oturup yatırmaysa? Hesap sadece mi? Nime olsa? Bu adaş, şu Ketrenninki alayda aytoqçı yok. Bizdenki şu basketbol çalıplarımız şireli obrazdaki loğan bek yeşike. Sana bana kaç kırdım? Şinjan pırçanatta bu. Badam, yağa, gülkren çıkıp uzatqım nar juğuri. Anda qilamiz. Ma bir tane aptoq ma'lumay. Ma öydiklar yo'lga chiqarib bo'lsa bu avazim senda bormi yana? Pes talabaslarga shayshlar. Chiqamiz. İmzar kiyimleri Mayırlağa omad tilaydi.
Dajaxo o'sha Nurali Aziz Layza Atoshidi. Yaxshi sizlar ustozlar, hammalarga o'tliq salom. Menki Nurali Azizdan hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Nurali yaxshimsan bular. Yaxshi ustoz, yaxshi. Bu yil necha kirdik shuning bilan? 31 qarab maqdim. Mondajma faqat sen bizning nazarimizda yana shu 23 yosh. İçinde malımlar belki bildiğanlar ba, bilmeydiğanlar ba. Bu balımızmı bizden aşağı destek karadaki İpek Yolu Sadası programımızın musabıqı meydanında peyda olan balıktı. Nurali uçağdı mı bir kadar yaxşı neticelerini qo'lga keltirganding ha. Bugün ben seni teximmi yaxşı naqshlarni unda aytgan bo'lib ketganingni his qilyapman. Rahmat ustoz. Bilmabman qadringni degan bu bir bizning o'zimizning xalq naqshisi ku hamdi. Gerçi ma'lumlar aylanmagan bo'lsa-mu, men shaxsan sana ait yaxshi baho bermoqchi bugun. Bu balamiz o'zi Akşimatisi başqa balalarımızga o'xshash mush ishda asosan kashlar uya beyalida xalq uchun xizmat qilyotidi. Naqsh aytidi. Ommabop naqshlarni aytidi. O'zi bu juda atish bo'lgan bilan bular uzun bo'ldi Urumchida jugil. Mishada buning turalg'i joylari, ota-onasining ishlari mishada. Lekin menga nisbatan uzun tunishliq bola bu. Bu mu izchil tirishib kelyotidi. Bu bugungi naqshini ijro qilishi intayin yaxshi. Qanday o'ylaysan bugungi ishni sen? Men bilmay qoldim endi. Kelgan. Mening o'ylaganim ustoz gapini bo'lib aytib qoldim. Nurlini biz endi burundan bilamiz. Hozir avvaldan anglab men his qilamadim. Bu endi bu xalq naqshlaridan boshqa ommabop naqshlarni sizning qo'llastingiz nurga yaxshi bilgan degan naqshlar bordi buning. Ustozning bir ta'sirlandagidek naqshidan birini bir avjivaroq, bir ovozim tegigim tushalgandikan, ashundaroq bir narsa talab qilib qolib o'rlanmay qolibdim men. Lekin bak chiroyli aytding naqshini. To'g'ri, bu naqshni ishtaroq aytsam yaxshi bo'ladi. Shunga naqsh tanlab igizdan boshlab shu ovozini ko'stima deb. Igizdan boshlab men yana azroq avjilarni qo'shib qilibsa, ha? Men chiqishdan burun boshqa bir naqshiga tayyorlik qilgan muzikasini tayyor. Ma'lum ishlar bilan o naqshini aytmaydigan bo'lib, 2 kun bo'ldi men naqshini muzikasini tayyor. Ma'lum sabablar tufaylidan deydigan bir guyu var. Chiqishni igizpas qilib o'tadigan. Men manda bir ishni o'ylab qoldim. Mushu Nurali bolamizning to'xtamay tirish kelayotganligini biz ko'zimiz bilan ko'rib kelyapmiz. Agar buningda mushu saviyasi ijro qilish saviyasi ilgirlash bo'lmagan bo'lsa, men bugun bu gapni qilmaydim. Agar mushundaq imkoniyat bo'lib qolsa, men mush balni bir qatim fursat bersak deb o'ylayman. Bo'ldi. Ashta qilayli. Menimcha bu naqshini yaxshi aytdi. Balkim ashaliq ma'lum sabablar tufaylidan degan yerimizga o'rilib kelib qoldi mana Nurali. Bo'lmasa bu naqshini menimcha shundoq chiroyli aytdi. Masala yo'q. Cho'qim hech qasimiz o'rinmagidek darajada bundoq savallik ko'rilgan masala yo'qmi? Chiroyli aytildi. Musobaqaniki o'zining shunday bir qoida usullari, prinsiplari bor. Buni biz o'quvchilarimizga yoki ko'rmanlarimizga hammani jipidan jinglisqicha desak bu uyan bo'lmaydi. Bu ish qizimaydi. Uni u tomoshabinlarning bir qiziqadigan nuqtasi tugaydi. Shuningga hamma ishni surishti qilmaymiz. O'yinning texmi qizg'in davom etish uchun, tomoshabinlarning texmi qiziqib ko'rish uchun sabablarning hammani sizlarga deb o'tamaymiz. Lekin Nurali mushu ko'nikini bosdi. Rahmat ustoz, rahmat sizga. Sana bir fursat bor. Ammo buning o'ziga tushliq shartlari bo'lishi mumkin. Kelgusida juzudan muvaffaq o'rinlashtirdi sening. Balkim sen yana bir qatim musobaqa tushib qolishing mumkin. Bo'ldi ustoz, rahmat sizga. Yaxshi o'rinlashtirish bo'ldi. Izchil tirishib kelyapsa, mushu bolalarning to'lisi, mallarning to'lisi biladi seni. Yeshingni 23 yoshda desam, mana 30 ga berib qopsa, biz ham bu fursatni sana cho'qim bir tanishmasak bo'lmaydi-ki.
Hammadan bak ta'sirlandigini seni to'xtamay izlandigan ro'ying. 10 yillar bo'ldi bu bola meni oldimga kelgili. Shundan keyin ya meni xap qilmaydi. Vaqtim bo'lsa keladi ko'rishidi, so'raydiganini so'raydi, bilib oladi, ketadi. Berilgan topshiriqlarni yaxshi ishlashdan boshqa ortiq to'shik ish yo'q. Ota-onasiga aytdi, undan vafodor boshqa bolalarimizga o'xshash yaxshi odam bo'lash uchun tirishib ketayotgan bolamiz bir yetaklayli. Rahmat ustoz Ammolarga. Muborak bo'lsin. O'z yaxshi ko'rgan kasbga ajr qilish eng katta muhabbatdir. Muborak bo'lsin. Tirishchiliginiz bilan san'at yo'lingiz texmo parlaq bo'lg'usi. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rinli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi shaklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qilo havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzori kiyimlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlayan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçinin təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camdı ba. Biz içip köngen balıq çağlarımızda öyle öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, o'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima desak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğ ustamның çoğluğu var. Çoğ ustam tayyar tamak ve tetit qo'llari. Sahar. O ormanlarını çoqalağı yazgan qirollik chaqlağı o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüş çallıqı yuqori kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqori kötürüp, qoruq tushishning oldini aladi. Teri hücayirlerini ozuqliq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dağ tushishning oldini aladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşligi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'lgan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tikta o'chkichilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Önümde çıralık gene ki oldunuz?
Chiroyliqniki sizga yarabdi-da? Ha, men shundoq chiroyli ko'ylaklarni nada yeyishni qat'iy uqmayman. Qaysi markaniki bu? Dulkar markasidagi, ya'ni Aygul muallim obraz vakili bo'lgan Dulkar markasidagi ayollar kiyim-kechaklari shu yerga berib olsangiz bo'ldi. Ha, amis men berib ko'rayjim, nechta avlay. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Çüş cemaati bilyard klubi çekiş şirketi Mahirlarga omad tilaydi. Öz yarıga yetemdi. Yaxşı sizlar ekran oldidagi barliq mehribon otalar, jafokash dadalar, ekran oldida turayotgan barliq azizlar, hammalaringiz mush vaqtinglar xeyirlik bo'lsin. Men Charchan o'g'lani Odiljondan hammalaringizga salom. Menga nisbatan bu programma qatnashdiki, unim bo'lsa, shu men sahnalarda naqsh aytayotgan 26 yil bo'libdi. Shu sahnada o'zimniki qanchalik iqtidori bor, qanchalik talentim bor, shuni bir bilish uchun keldim. Mening kelgusdagi arzuyim bo'lsa, shu kasbda azroq bo'lsin bir natija qozonib, san'at uchun azroq bo'lsin to'kpimizni qo'shsak degan niyat bor.
Aka bu yıl neçe yaş kirdiniz rast? 48 yaş kirdim. Qana deysan? Yo'q, ma'lumotimiz hech bir 48 yoshda emas juma aka. Mush yoshda nima degan jiqchash bu ham jalloq bir xil havas qilatim juma aka. Chechimga xeyli diqqat qilsa jumasa, ha? Shundan bir maxfiy retseptmi ya? Buni retsepti. Mana. Oltin go'har. Men ishilib baqsam bo'ldi-ku. Ishilib baqa. Bu bir yurish chiqdi bu. Mavo chaç yuz suyuqligi. Bu chaçni tal-tal qildi-ku, poqroq qildi-ku bu. Elastikligini oshirdi-ku. Buni mavo chaç oziqlantirish malhimi mavo. Chaç quvvatda. Mushni ishiltib bo'lgan chaç mavo. Men ishilib baqayapman bunda. Ha, ishilib baqa. Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının aldın tanlışı bulup geliyotgan süpet ve fason jihatda hanım kızlarının alqışıga hem itiraf qilishıga erişiyotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mahirni Shanghai Go'har Büroyi cheklik şirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Herdambaq yemek-içmek pay cheklik şirkati cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mahirni bo'lsa, Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. Şamen zoda kabila uşaman. Volayda Şinjan Korla Çiyemo Adili salam Mişada oturatkan bizning hürmetli sazaber şundaqla ustozlarimiz hemen Korla Çerçen oğlu Adilcan'dan mekirlik, çekirlik, çin yürekten sizlarga salam. Adilcan gapni uchiq qilib qo'ysa vallahi. Bizi kon naqshchi balkim u yerda naqshchilik qilib baqqan bolalarmi biladi. Uzun bo'ldimush bola naqsh aytib yurgilar. Menmi bundan bir 100 yillar burun ko'rishgan boshqa naqsh aytadi-ku shu mush Adiljon. Shug'inisi men maqitim o'quvchi olamaydigan bo'lmasa Taşmehmet'nin uslubuğu memmi amrak oğandı iken memmi qabul qilatdim. Bu ilimning birisi qizg'inligi intayin yuqori. Hozirgi kelgicha mushu ustozlarga bo'lgan hurmatni hech qachon yad qo'ymay mushundaq ishga qo'llab ko'tarib yurdi. Ham bu qatimmi Taşmehmet'ninki burun aytgan naqshan qo'ygan bu. Mushu naqshisini tanlab ekib aytibdi. Bir necha odamlarning naqshisini mushunda aytdi bu bola. Men bugun mana naqshni anglasammi, ayni vaqtda Taşmehmet qandaq ovozga olgan bo'lsa, shu peti nafaslargacha ehtiyot qilib shundan o'qishdiman deb shunda bir qilyotdi. Hamda necha vaqtdan ayada Taşmehmet ustozningki naqshisini o'z ayni o'qishib aytsang, natija olgan bo'lsang, ham mana bugun yalğız Taşmehmet emasmi shu 5 yili ma'lum sen qarab turibdi. Necha vaqtdan do'rab o'rganibsa, buningdan keyin qanday qilsa deganni hamda azroq tajriba berdim shu ma'lum. Hey Adiljon. Manda qilla balla. Mush ukamni to'li gap qilsamay. Biz o'zini tanlatmaylimi? Ashta qillama. Biz aniqla hamma ma'lum sen uchun bir ketman chapmoqchi ham dedigina. Lekin sening ko'nglingda o'zing degan ma'lum bizgimi ayam bo'lib bo'ldi. Lekin sen oxir o'zingda. Allah olsun artık rahmetini aytib kelsakmi? Yani şu ko'nglimizni bilishlik hammalarga rahmat. Men mishada o'tirgan ustozlarning barcha naqsini yoqtirib aytaman. Kichikimdan shunda bo'lib kelgan. Mening tanlashim bo'lsa Yolu sadası, sevginin yolu
İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok sigrası Muşavazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok çigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok çigrası Sadası Söygünün yok çigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası